Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar, mo'mina muslima birodarlar. Mana shu daraxt kompozitsiyalarimiz hammasi o'zlarini qo'l mehnat. Shu qo'llar bilan tayyorlangan Xitoyliklar kelib mana bu qilgan narsalar emas. O'zlarini O'zbekiston mahsulotlari bular hammasi. Bular sotuvda. Oddiy misol keltiramiz. Biz misol uchun mana shu rastleniyamizni bizda 300 ming so'm turadi. Xohlang buni naqd berib oling. Xohlang nasiya savdo qilib oling. Nasiya savdoni eng haloli, eng bombasi bizda. Pasport kerak emas. Plastik kerak emas. Hech qanaqa dokument kerak emas. Faqat mo'min, muslim insonni lafzi bo'lsa bo'ldi. Lafz halollik asosida ishlaymiz. 300 mingning ustiga bizda madavoy protsent degan narsa yo'q. Bank, shunga o'xshash idoralarga bog'lab qo'ymaymiz. O'zaro siz va men savdoni qilamiz, ikkalamiz o'zaro kelishilgan holatda shu qaysi muddatga kelishsa, shu muddatda to'lab bersangiz bo'ldi. Faqat lafz halol ostida. Agar bizani mana shu sotuvlarimizdan mamnun bo'lsanglar, shu biza berayotgan qanaqa bir nasiya savdo deydimi buni? Shu nasiya savdoga bir rozilik bildirsanglar, bitta mashinadan urib qo'yinglar. Buni bizga foydasi yo'q, keragi yo'q. Shu video tarqalsin, ko'rishsin hamma. Balkim shundan bir arendator, nasiyachilar, bir sudxo'rlar o'zi uchun xulosani chiroyligini chiqarib olishar. Mana shu videoda nomer telefonni katta qilib yozib qoldiramiz. Uyalmanglar, telefon qilinglar. Любой narsaga решениeni topib beramiz. Bizning manzil Toshkentda. Toshkent ichida kerak bo'lsa, dastavkani ham tekin qilib beramiz. Yaxshilikka ishlatinglar, biz qilgan mana shu qo'llar bilan yasagan narsa sizlarning uyingizda bir chiroyli tursa, bag'ringlar ochilib tursa, haqq o'ziga bitta duoni bomba qilib qo'ysanglar, bizga shuni o'zi yetadi.